Mijon aka, Ecosit'dan bitta variant chiqyapti-da. Hop. Olib qo'ysam, ichida qimmatlasa sotib yuborsam foyda qilamanmi deyapman. Nima deysiz shunga? Xo'p, investitsiya uchun o'zini tartiblari bor. Misol uchun u joyi faqat yashash uchun hisoblanadi. Ecosit faqat Yashash uchun. Investitsiya uchun Farg'ona shahrida unaqa hududlar juda ham ko'p. Men bitta misol bilan aytaman. Kalinskiy massivda investorimga uy chiqib qoldi, 2 xonali. Olib berdik, juda ham srochniy egasi sotishim kerak edi, bo'ldi deb olib berdik. Ma'lum bir vaqtdan keyin ko'p o'tmadi, sotib berdik, $3000 sof foyda qildi. Shu uyda olib qo'yib, $3000 qimmatroq. Albatta, o'sha uyni oldi. Ko'p o'tmadi. Bir hafta yoki 10 kunda sotdik, sotib ham berdik. $3000 foyda qildi. Eng asosiysi biz uyni olib beramiz, nomiga olib beramiz. Hali o'zimiz nomimizda olmaymiz. Uni nomiga olib beramiz investorda. Mana investitsiya qilmoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak aka shunaqa? Xo'p, bizga aloqaga chiqing. Bizga aloqaga chiqsangiz, o'zimizning qadriyatlarimiz bor. Shu qadriyatlar asosida ishlaymiz. Uy olsangiz nomingizga olib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib, siz ham biz ham kelishib ishlaymiz. Bo'ldi aka, rahmat katta. Xo'p, bo'lasiz.